93 8 mart kuni kenja qizim bitta ikkita toy yurib, aya deb gapirib boshlagan vaqtlarida onasi qazo qildi. Rahmat turmush o'rtog'im. Shunda o'xshamam hech kimni emmaydi, boshqa qilmaydi, faqat aya deydi. Juda ko'p vaqtlar aya gapirardi. Keyin uxlaganda bitta qo'lini qo'yardi-da qilardi. Men bu holatlarni hozir mana endi bugun sizlarga gapirib o'tiribman, mushohada qilib tushunib yetdim. O'shanda ko'kragi urib alla alla degan allaqa deb uni sog'inarkan, izlarkan. Aya deganda faqat ayasini ko'rgisi kelarkan. Bir go'dakkina shunchalik zo'r bo'lganini endigina anglab yetdim. Vaqt o'tdi, umr o'tdi, mana katta bo'ldi. Ana hanuz gapirib qoladi. Dada, ayam qanaqa bo'lgan ekan? Yana bir kelganda, dada, ayam nima deb gapirgan o'zingga? Ana shu aya degan so'zni davomiyligini hamma eslarkan. Hech qachon bir go'dakni aya deb tili chiqqan go'dakning onasini Alloh taolo onasidan ayirmas ekan. Ayirmasin. Farishtalar yig'laydi. Arsh yig'laydi. Hech bir tushuntirib bo'lmaydigan holat, chidab bo'lolmaydigan holat. Men Robbimdan tilayman. Zotan faqat shu ona deb endi chiqqan go'daklarni hech birini ona hididan bir ilohiy bo'lgan hidi nimasidan, marhamatidan ayirmasin ekan. Hech qaysi bir farzand masalan aya degan so'zni tillarida qotib qolmasin ekan. Ana shunaqa. Hayot shunaqaki, hozir farzandlariga aytadi, ko'proq aya de qizim, ko'proq aya de, aya ayting ko'p marta desa yana aya de. Ana shu narsalarni bugun anglab yetdim. Robbimning hikmatlari bandani aqlidan tashqari. Zulmatlar bor, sinov bor dunyo. Mana shu dunyoda eng og'ir narsalardan biri bu xastalik ham boshqa emas. Men anglab yetdimki, har qanday go'dakning endi gapirib boshlaganda o'z onasidan judo bo'lmoq. U ham Xudo xolasa o'sha go'dakni kelajakda jannatga daxldorlik yo'li imkoni bo'lib qoladi.